Bu meni orzuyimdagi kamerada olgan birinchi videoyim. Qaysi kameraligini esa mana shu video orqali bilib olasiz. Feruza Najmiddinova YouTube kanali obunachilarga alangali salom. Bugun sizlar bilan mana shunaqa meni orzuyimdagi texnikani unpacking qilamiz. Osmo Pocket Tor kombosi va bu vloglar olish uchun eng zo'r kamera. Men odatda Instagramga va YouTube'ga videolar olaman. Albatta hali YouTube'ni unchalik ham rivojlantirmadim, lekin albatta rivojlantirish rejamda bor. Bu uchun menga aynan mana shu kamera juda ham ko'p yordam beradi. To'g'risini aytsam, bu kamerani olishni shunaqa ham xohlayotgandim, juda ham. Endi esa bu kameraning ichidan nima chiqishini ko'ramiz. Birinchi navbatda ikkita chexol. Ikkita chexol bizga nimaga kerak? Albatta mana kerakli narsalarni yoningizda olib yurishingiz uchun shunaqa chexol. Ichini ko'rsanglar bo'ladi. Ano kapaliylar uchadi deydi-ku, xuddi shunaqa. Xullas bularni olish kerak. Keyin ochaman, hozir buzib qo'yishdan qo'rqaman. Kameramizning ichidan nimalar chiqadi? Mana shu mini kamera, tagiga qo'yadigan batareykasi. Aynan mana shu uchun mini shtativ. Agar siz deylik o'tirib video olmoqchi bo'lsangiz, mana shunda bemalol olsangiz bo'ladi. Buni unga qotiriladi va tayyor. Agar bo'y baravar video olaman deydigan bo'lsangiz, albatta baland shtativ olinadi. Bu uchun mana shu rezbani o'zi, to'g'ri, mana bu rezbani o'zi bemalol yetadi. Albatta lampochka, mini lampa qorong'ida yuzingizni yoritish uchun. Petlichka uchun mana shunaqa shamolni to'sadigan narsasi. Bu esa petlichka. Bu petlichkani kiyimga iladigani. Zaryadkalar. Bu mikrofonimizni zaryadka qilish uchun va kameramizni zaryadka qilish uchun. Endi bu kamera haqida yana ma'lumot beraman. Aytganimdek DJI Osmo Pocket Torni kombosi. Torni o'zi ham bor. Torni o'zida bizda petlichka chiqmaydi. Tor pisi bor. Tor pisi hali Toshkentda juda ham ko'p do'konlarda yo'q ekan. U albatta Tor pisi xuddi Proga o'xshab qimmatroq bo'ladi, lekin uning ichida ham anaqa bor. Petlichka bor deyshti va kamerasi bitta emas, ikkitali. Bundan tashqari oldingi Pocket 3larni zaryadkasi 2 soat, 2,5 soatga yetgan bo'lsa, bu Tor pokoleniyaniki 3 soatdan oshiqqa yetganini blogerlar obzor olganda aytishyapti. Eng zo'r joyi bilasizmi nima? Bu 107 gigabaytlik xotirasi borligi. Agar siz har xil videolar olmoqchi bo'lsangiz, 107 gigabayt bor, shunga qarab olaverasiz va albatta telefoningizga videolarni o'tkazib, buni kamerani bo'shatib, keyin yana video olsangiz bo'ladi. 2 zoom, ya'ni 2 zoomi bor, bemalol yaqinlashtira olasiz va aynan mana shu Pocketning eng zo'r fishkasi bu stabilizatsiya. Ya'ni siz yo'lda ketayotganingizda telefonni qimillatib olganingizda telefon videoingiz qimillagan holatda tushsa, aynan Pocketda unaqa bo'lmaydi. Ya'ni stabilizatsiya juda ham zo'r. Eng zo'r tomoni bilasizlarmi nima? Yana bitta fishkalardan bittasi bu kamerani deylik mana shunaqa qilib stolga qo'ydingiz va siz kamerani yoqqaningizdan keyin mana hozir kamerani shu yerga qo'ydim. Bu yoqqa yurganingizda kamera o'zi avtomatik holatda siz bilan syomka qilingan joyi o'zi buriladi. Ya'ni siz o'ngga yurasizmi, chapga yurasizmi, kamera bemalol sizni ta'qib qilib sizni videoga oladi va bu ayniqsa menga o'xshagan operatorsiz, mobilografsiz yuradiganlar uchun juda ham foyda. Endi bunga bo'yim baravar shtativ olsam, bo'ldi. Qayerga borsam ham zo'r videolar olsam bo'ladi. Xullas, shunaqa bizda. Bu meni birinchi texnika obzorim bo'ldi. Albatta zo'r youtuberlarga o'xshab obzor qila olmagan bo'lsam, aybga buyurmaysizlar. Xudo xolisa, bu aynan mana shu kamerada olgan videolarimni birin-ketin qo'yaman va keyingi ishlatganlarimda qulayliklari, ya'ni plus va minuslarini aytaman. Xullas, meni yana bitta orzuyim amalga oshdi. Hammaga rahmat. Videoda izoh yozib qoldiring agar siz shu kameradan foydalansangiz. Uni plus va minuslarini yozib ketinglar.